Yuzlarga tabassum, ko'zlarga quvonch, qalblarga surur baxsh etayotgan ushbu oqshomda barchaning ko'ngli yoqimli hislar og'ushida. Boisi bugun azaldan qardosh bo'lgan millatlar bir makonga jam bo'ldi. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tantanaga Farg'ona tumanining Vodil qishlog'i mezbonlik qilmoqda. Xalqlar do'stligi kuni jamiyatning turli qatlamlari hamda tuzilmalari o'rtasida hamjihatlik, bag'rikenglik, millatlararo totuvlikni mustahkamlash va do'stlik aloqalarini yanada kengaytirishga da'vat etuvchi bayram hisoblanadi. Mazkur tantanani munosib nishonlash maqsadida tashkil etilgan tadbirda qo'shni mamlakatlar vakillari ham ishtirok etdi. Qirg'izistondan, Batken oblasidan, Qadamjoy rayonidan keldim. Mana biz do'stlarimiz qo'shni o'lkamiz O'zbekiston bizni chaqirib, mana do'stlaşib, bayram qilib, bir-birimizga xatdoshlik qilib, qarindosh qish bo'lib, qiz olib, qiz berib, yetgan qatnashib kelganmiz. Prezidentga rahmat yo'ldoshib, hamma bemalol borib kelib, hamma xursand. Bayram tadbiri badiiy dasturlar, jo'shqin navolar va raqslar bilan barchaga ko'tarinkilik ulashdi. Suhbatlar davomida hamyurtlarimiz bunday tadbirlarning tashkil etilganidan xursand ekanliklarini, bu kabi uchrashuvlar shu diyorda va qo'shni yurtlarda yashovchi millatlar vakillari bilan yaqindan tanishib, o'zaro mustahkam do'stlik, qardoshlik rishtalarini bog'lovchi ko'prik vazifasini o'tayotganini bayon qildilar. Tadbir juda ham ko'tarinki kayfiyatda davom etyapti. Nafaqat vodilimiz insonlari, balki qo'shni davlat vakillari ham bunda ishtirok etib, birgalikda quvnoq vaqt o'tkazishyapti. Ushbu tadbir menga yosh avlod vakili sifatida qo'shni Qirg'iziston hamda Tojikiston xalqlari vakillari bilan birga muloqot qilish hamda do'stona munosabatlar qurish imkoniyatini yaratdi. Men bundan juda ham xursandman. Qishlog'imizda mana juda chiroyli tadbir bo'lyapti. Bu tadbirga men qizlarimni, kelinlarimni, nabiralarim bilan birgalikda olib kelganman. Hozirgi kunda mana prezidentlarimiz sharoitlarni juda chiroyli qilib yaratib berdi. Postlarimiz 24 soat ishlayapti. Hamma qo'shni davlatlar bilan munosabatlarimiz borgan sari yaxshilanib boryapti. Biz bundan juda mamnunmiz. Shunaqa tadbirlarimiz juda ko'p bo'lsin. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik mustahkam bo'lsin, barqaror bo'lsin hamisha. O'tkazilgan bayram tadbiri tumanda yashovchi turli millatlar hamda chegaradosh qo'shni mamlakatlar vakillarini bir osmon ostida birlashtirdi. Bu millatlarning aslida ham o'zagi, asosi, ildizi bir. O'tkazilgan mazkur tadbir esa ana shu birlikni yanada mustahkam bo'lishiga zamin yaratadi.